Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni olib kelib, to'nobkali bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga olib kelib o'rnatdik. Rasmiy akamiz uyga xudo xolasa ishlarimiz chiroyli qilib bitkizib bo'ldik. Bu oshxona mebelimizni 100% laminatdan qilib berdik. Beti ham seri rossiyskiy laminat bo'ldi, ichki korpuslarigacha bo'ldi. Bu oshxona mebelimizni razmeri 3-4 cm ga, poldan balandligi 240 bo'ldi. Uyni bo'yi ham 240 ekan, shu fasonimiz to'liq tushdi. Xo'p, bu oshxona mebelimizni narxigacha, razmerigacha, puligacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa chiqarib borayotgan videolarimiz birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xo'p, bu oshxona mebelimizni razmeri 3-4, bo'yiga 240. Bu joyimizda 65 cm xolodilnikga joy tashladik. Bu tomonimizga mo'ykasini qo'yib berildi, chekkasiga, tevasida original shushulkasi, рабочий stol, to'rxonali mana gazlari tayyor ekan, tayyor qilib qo'ydik. Xo'p, yutishkalari ishlayapti, tevalarigacha. Tayda pechimiz bor. Bitta g'aladon vakuumli o'z tortib olaveradi. Bu oshxona mebelimizni chekkalarigacha plastmassa kronka qo'ygan, osha-moshalar to'rttadan qatiralgan. Turba ruchkalarini qo'yib, tevasida plafon pasolli qilib, chiroyli qilib uстановка qilib bitkizib berdik. Xo'p, bu oshxona mebelimizni bir pogona metrini 2 million so'mdan tayyorlayapmiz. Balandligi 240, plafonli fasoni. O'shanda shu joyimizga xonadon egasi o'zi kafelini bosib qo'ygan ekan, mo'ykasini olib berdi o'zi. Gazi, pechi, vitishkasi xonadon egasidan bo'ldi. Biz faqat mebelni o'zini sochig'ich, cho'ntaklarimiz, taxtakash, taydi svet, magnitlarini olib kelib qo'yib o'rnatib berdi. 3-4 cm dan xolodilnik o'rnini chiqarib olib, kafelini, mo'ykasini chiqarib oldik. Shu joyimizga 5 million so'mga mebelni o'zi kelib o'rnadi. Mana shu holatda. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Telefon nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiqarib borayotgan ishlarimiz birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysalaring, tanish bilishlarga ulashib qo'ysalaring, shunaqa chiroyli mebellar xonadonlariga chiroyli qilib o'rnatib beramiz xudo xolasa. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar.